Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qardoqlar, akalar, bugun 1-aprel, mana o'sha aprelda ham oxiriga yetib keldik. Bugun Qo'qon mashina bozoridan haftaning kuniga chorshanba Cobalt so'raganlarga imkon darajasida taqdim etaveramiz. Albatta sizlardan aka bitta like, kommentariyada fikrlaringizni kutib qolamiz. Va kanalda yangilar albatta obuna bo'lib qo'ying. Qarang. Boshiga 2023 avtomatdan boshladik. Kraskasi toza, 43 ming probeg. Tonirovka ruxsati bormi? Gap yo'q. Akam qarang. Yayiga 4 tonirovka ruxsati bor ekan. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner, pokoleniya injektorli propan gazlari bor. Hop, olasi 3 litr mana aka, kapot nimalari kulish tegmagan. Kapotlariga xudo xolasa zavodskiy diskada 4 ta yumshoq balon shumka bo'lmagan. Lekin mashina ruxsati ham bo'lganda zo'r bo'lardi. Aytilgandek 43 ming probeg. Mana aka salon holati, torpedkasining sostenasi. Avtomat sidinada yaxshi chexol, ilonim bo'lmagan Eurokorpolik tashalibdi. Orqani bosdim. Mana aka orqalarini ham qarang. Ancha yaxshi holatda ekan, lekin 43 ming. 2023 43 ming probeg. Mana ortdan ko'rinishi. Hop. Propanimiz aka mana tabletka va mana germetikasining holati. Zapaskalar o'zida. Hop. Dokumentga gendaverni chiqami aka? Chiqmaydimi? Оформлениyaga. Bo'ldi, bekmay qo'ydim aka. Narxini necha pul so'rayapsiz undan buni? Narxini 11200 so'rayapsiz aka. $11200 kami bor. Faqat naqd kami? Gaplashaveramiz. Bu dehqonmi tirikchilik? Tirikchilik-a? 11200. Bugun bozor naqd bermadimi, sir bo'lmasa? Aytalasizmi? 10600. 10600 ga shtirdi ko'rdi. Bermaysizmi? Telefon nomeri 50 703 94 ushbu nomerlarga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zingizdan oling va aka albatta mana shunaqa 23 so'raganlarga taqdim etib qo'ysalaring bu. Bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. $11500 ga 25 beryapti aka. 24 yurgani 11100 sotdik o'tgan safar. Xo'p, ashuncha tushib bering, aka. Endi yo'q, buni endi bo'lmayapti. Ya'ni aka internetga bizdan arzonroq chiqarmasa yo'q, hamma biz gapirib yuboryapsiz. To'g'ri, endi sizlarnikini qo'ymasak-mi? Ha? Nima deydi buni? Qarang. 25 11500 ga. Buni 11 dan cho'tib beraman deb qo'yib yuboraylik. Yo'q, 11200 gacha kiritib berganman. 11200 ga bermayapsiz. 24 qancha yurgan? 19000 yurdi. Aka 2024 19000 probeg, ukam 11200 ga bermayapman, 11500 ga beraman deyapti. Lekin bunda qarang, 11500 ga beradigan 25 endi u nolobka bo'ladi aka. Ishtimasi yo'q-da. Qarang, bunda 4 ta yumshoq balon, pokoleniya propan gazlari bor, kraskasi toza, gendaverni chiqadimi? Liboy dokument bo'ladi. Xo'p, buni qisqacha ko'rsatib qo'yaman, bo'ladi. 19300 yurgan. Narxini $11500 deyapti. Endi aka, ag'ir necha pulga olishingiz sizga bog'liq. Men endi imkon darajasida mana yengil taqdim etib qo'yaman. Faqat naqdmi? Nasiya barter yo'q-a? Nasiya barter yo'q. Telefon nomeri 97lik 624 9990. Aka, yili pozitsiyonga qilaylik. Ha? Endi aka, bu ham kim uchundir qiziq. Endi bu 20 lekin xalq tanlovi. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi Cobalt 2020 avtomatmi? 2020 4-paysi avtomat, kraskasi toza, kraskasi toza, rextopkasi bor. Oldi oblisovkalar mana aka Merski o'xshab qilingan ekan. Xo'p, gen chiqadi. Va mana avtomobilda aka motorining holatini ko'ring. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner, pokoleniya injektorli metan gaz. Hop, kraskasi toza yo chek petnometnosi bormi? Aytlar, chek kraskasi ko'chibdi-yu. Ko'rsatib olaveradi. Zavodskiy diskada 4 ta archa yumshog'ining holatlari ham o'rta holatda, 4 ta eshigi shumkalarga zo'r bo'lgan va yurgani 156 ming probeg. 2020 156 ming probeg, 4-paysi avtomat, sudachi, arqa kapot knopka qo'yilgan ekan, endi ishlasa, sidinada koja chexol va rezinkalari bor. Orqani qana ochamiz aka? Rextopkasi bor. Shopir tomon, orqa krilo mana aka, mana. Mana yerda rextopka, keyin eshikka sal anaqa qilingan ekan, ammo chizilgan ekan sal. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p. Metani. Mana aka, qozonining holati, germetikasi bilan va zapaskalari, diskalari bilan.
Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. 2020 156 mingmidi? 156 ming probeg, 4-paysa avtomat, rixtopkasi bor, kraskasi toza. Xo'p, narxi 8800 ozgina o'tib beramiz. yaxshi, 8800 dollardan kamini qilib berasiz. Ozgina o'tib beramiz. Faqat naqdmi? Naqd ilojsa endi bir oyga nima qilib beraveramiz, ajdana qilib Naqd beraveramiz. yetmay qolsa bir oyga ajdana qilib berasiz. Shunaqa. Bugun bozor naqd bergandir aka, sir bo'lmasa. 8,5 qilib berganmiz. 8000 88 ga berasizmi aytganingiz? 8 dedik, endi ozgina tushib beramiz-da. 8,5 qildi lekin berganmiz yo'q. Lekin akalar 20 mexanik Qo'shsa beramiz. 20 mexanikalarda ham shunaqa narx aytishyapti o'zi aslida. Bu avtomat. Xo'p, 8800 dollardan ozroq o'tib beriladi. Mana mana shu yerdagi rixtopkasi bor ekan. Xo'p, faqat naqd pul yetmay qolsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomer 97lik 97lik 624 624 9990. 99 90 ushbu nomerlarga murojaat qilib qolgan ma'lumot o'zdoning va mana shunaqa 20 avtomat so'raganlar jo'natib qo'ying. Biz davom etaveramiz. Bozordan mexanika Cobaltlardan ham ko'rsatganlarga mana aka navbatdagi Cobalt 2019 180 ming yurgan, ikkinchi paysi mexanika, kraskalari toza, game bo'laveradi ukam deyap. Qarang aka, led qo'yilgan. Pakeleniya propan gazi bor. Bu tomonda ABS, konditsioner. Usliterlarni, mana kapotlarni ko'rishingiz mumkin. To'g'risi, tana holatda turibdi. Motor hadoyi qanaqa? Udar aka. Motor hadoyilar udar. Avtomobilda 4 ta konformdan yangi balon qo'yilib aytilganda va yurgani 180 ming probeg. Mana gap shularga qarang. Yaxshi. Tana holatda ekan u. Mana holati. Ikkinchi paytsa mexanika, leonim bo'lmagan 3D poli tashalgan. Orqa ochiq ekan aka o'zi. Mana ortidan ko'rinishi. Hop. Endi mexanika ish qog'ozlariga aka imkon darajasi podvesaq qo'ysalaring, oqtarganlarga yetib boradi. Zapaska bor. Va mana aka 47 talimi, 48 talik propan, metan qo'yilmagan ekan bunga. Mana qozonni holati aka, germetikasi. Premo propan bo'lgan. Xo'p. Ana endi buni narxi qiziq aka, necha pul so'rayapsiz o'zi? 8800 so'rayapmiz. 8800 dollar kami bor. 2019 180 ming yurgan, kraskasi toza, ikkinchi paysi mexanika, generalni chiqadi. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Bozor naqd bermadimi aka? Sir bo'lmasa. 81 82 qilib berganmiz. 81 82 bermayapsiz. Bermaysizmi? Yo'q. Telefon nomer 90lik 90lik 556 556 27 27 41. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zingizning bizga like bosib qo'ying. Assalomu alaykum. Aka, olmay charchamayapsizmi hisoblarda? Qarang aka, men o'yin tomon oldi kriludi. Mana yerda-ku, mana o'zi bilinib ham turibdi-kana. Mana shu yerda kapotda petno bor dedi. Boshqa joyda yo'q, xudo xolasa. 2017 mi bu? Yo'q, 15 aka. 2015 aka. Yili pastroq avtomat so'raganlarga 2015 2 yevro avtomat. Qarang aka, bu tomonda ABS, konditsioner, ekonomizer, metan gazi, motor zashtalari bor. Motor hadoyi qanaqa ekan aka? Motor hadoyilar zo'r. Hadoyilar zo'r. Avtomobilda 4 ta 17 diska balon, shumka. Qaytini nima qilgansiz? Polirovka? Mana aka. Ha, sizga tirikchilik bu? 196 ming probeg, 2 yevro avtomat. Hop, bu 4 yevro ekan aka. Ya'ni buni oldi ikkita sidinasi qiziydi. Undan tashqari plus tomon o'zini signalizatsiyalari ham bor. Yangi chexollar kiydirilibdi. Hop, va ilyonim bo'lmagan, evakuatorlik tashalgan. Orqa tomonlarda nimasi yo'q, petno kraskalari. Krilo bilan kapot uchida. Krilo bilan kapot uchida. Bir qarasdan chiqotlar to'planadi bu. Mana aka metani. Va mana aka qozonni holati. Hop, 2015 4 plus. Hop, ana endi aka buni narxi qiziq endi. Necha pul so'rayapsiz, qani? 7,5. Yana. Sat tushib beraveraymi? Bozor internetga arzonroq qo'yyapti. Bo'ldi, telefon qilishsin, kelishtirib beramiz. 7500 dollar kam bor. 2015 4 plus yevro, ya'ni ekonomiyalik eksportga chiqqanlardan petno kraskasini ko'rsatib o'tdik. Xo'p, faqat naqdmi? Faqat naqd aka. Faqat naqdga. Bozor naqd bermadim, sir bo'lmasa. Yo'q. Xo'p, telefon nomer 91lik 91lik 203 203 76 76 67. 67 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz.
Mas xo'p aka, ana endi qarang. Ukam navbatdagi Cobalt'ni ko'rsatdi deyapti. Qarang akalar. Xudo xolasa ukam yaqinda 22 ko'rsatuvning, ana shu 22 ni puliga yaqinroq narxda berib yuboraman deb. 2023 kraskasi toza. Kraskalari toza. Mana aka, aytdim bu nimaga anzora. Mana aka qarang, avtomobilda pokreniya injektorli, metan gazi bor, konditsioner bor, lekin bezli variantdan xudo xolasa. Dokumentga gench chiqaradi. Zavodskoy diskada mana bunaqa aka zavodskoy balonlar turibdi. Xo'p, va 120 ming probeg 2023. Mana aka tarpetkasining holati. Sidinasida chuy-xol, yo'lim bo'lmagan evakor polik tashalgan avtomobilga. Xo'p, 120 ming yurgan. Aka dokumentga gench chiqadimi o'zi? Nima hujjat bo'ladi. Xo'p, kraskasi toza. Kraska toza, bitta karnizida ezilgan joyi bor, chiqarish kerak. Karnizida. Mana shu tomondami? Manami? Mana aka. Mana shu ashi o'zini radnoy holati turibdi, ezilgan, qisqasi. Uni xolasi chiqartirib oling, bo'lmasa shunda yursangiz ham mushut qilmaydi. Xo'p, narxini necha pul deysiz endi buni? Narxi endi o'sha 97 ga beramiz. 9700 dollarga beriladi. Aha, ozroq yana kelsak bo'ladi. Faqat naqdmi? Naqd. Barter, nasiya savdo. Barterga bor. Nasiya bank yo'q. Xo'p, telefon nomer 90 507 70 10 ushbu nomerlarga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Ukam 24/7 bemalol murojaat qilish to'g'risida xudo xolasa savdosini qilaveramiz deyishyapti. Bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Nafslar lekin aka, ba'zi mexanikani yilipasi yoki avtomat yilipasini so'rayotganlar ham ko'pda. Qaranglar, hurmatli vatandoshlar, ukam bizning mashina yilipasi nima qilasiz internetga qo'yib de. Holatiga endi o'zlaring baho berasizlar, ma'qul ko'rsalaring. Baraka. Yili 2015 kraskasi qanaqa? Ha, mana aka 2015 avtomat 40% atrofida kraskasi bor. Old orqasi qanaqa aka? Mana ustunlarini ko'rishingiz mumkin. Bu tomoni. Xo'p, bu tomonda ABS konditsioner, metan gazi bor. Motor ходовойchi. Motor ходовойлari tiniq. Dokumentga gench chiqadimi? Gench chiqadi. Avtomobilga birga bir diska qo'yilgan, 4 ta yumshoq falon. Ha, bo'ldi gap aka. Assalomu alaykum, o'rmi. Charchamaysiz aka? Xo'p, shuncha bo'lmagan. 2000 aka YouTube'da Furqat Begus 248 ming. Rahmat. 2015 248 ming probeg, 4-paysa avtomat. Hop, 40% atrofida aka kraskasi bor deyapti. Mers deflektor, soat, sidinada chexol, evakor polik. Bu arqa kapotmi? Aka knopkasi? Ha, o'zi ochiq. Xudo xolasa. Endi kraskasi ukam bizga oldi butun bo'lsa bo'ldi deydigan bo'lsangiz, mana aka. Yana zapaskasi bormi yo'qmi? Zapaskasi yo'q aka. Zapaska yo'q. Bermaysiz qo'shib? Yo'q. Metan gazlari bor. Xo'p, ana endi aka buni narxini ayting. Necha pul so'rayapsiz o'zi? O'zi asli 7000 pul so'rayapti. Ha, o'zi 7000 so'rayapsiz. Xo'p. Siz obunasiz, necha pul tushib beradi? Qancha tushib berasiz aka? Bugun sotmaganingiz bo'ldimi? Sir bo'lmasa. To'ppa to'g'riga bermadim. Yashirmayman. Qancha endi u 6000 dollarga bermadim. Ha, 6000 ga bermadi. Ha, men to'ppa to'g'risi necha ekan? 6,5 mi? Deb turibman, o'ylanib. Gap yo'q. Bermaysizmi bermaganingizga? Bermaysiz. Qo'shilsa beradi. Ha, ancha bormi? Necha bor? Necha bor? Faqat naqdmi? Nasiya barteri yo'q. Telefon nomer 91 203 63 96 aka, ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zingiz olasiz. Endi aka 40% kirasi qayerlarda? O'sha bir tomon chap tomoni shu shilinganiga sepilgan. Shopur tomon polni shilinganiga sepilgan. Ichlari butun. Ichlari butun tekshirtirib oladi. Yoqtirsa baraka. Gap yo'q aka. Like bosib qo'ying, biz davom etaveramiz. Avtomat yilipasini so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar. Ha. Shopur tomonmi? Benzin bak tomonda? Ikkovida hammi? Bag'ida petno bor. Hop. Ag'ida kraska. Ha, boshqa joyda yo'q. Yo'q. Qarang aka, navbatdagi Cobalt 2014 avtomat mexanika. Shopur tomon arqa kriloda petno bor ekan, benzin bak arqa kriloda kraska bor ekan. Paysasi 2 buni. Qarang aka, bu tomonda ABS, konditsioner, metani bor. Motor ходовой qanaqa? Zo'r. Motor ходовойлari zo'r. Mana aka. Oldilarining holatini ko'rishingiz mumkin. Dolasi yaxshi holatda turibdi. Generalni chiqaradimi? Оформлениyaga. 4 ta spisa diska qo'yibdi birga birdan, 4 ta charmxo yumshoq balon, 2014 245 ming probeg. Va aka mana salonning holatini ko'ring. Mana aka tarpetkalari, monitor qo'yilibdi bunga, chexollar kiydirilgan, yangi holatda ilonim evakorlariga dur bor. Xo'p, bundan tashqari balonning holatini to'shnisini aytib ketmadim, o'rtacha desam aka, menimcha yaxshi bo'ladi.
Lekin ammo sostoyanlar ancha yaxshi. Ortidan ko'rinishi mana mana shu kriloda Petno, bu tomon kriloda kraska 2014 mexanika. Metall va mana aka opa qozonni holati. Zapaskasi, diskasi bilan turibdi xolasa. Xo'p, ana endi buni narxi qiziq necha pulligi? Ha? Oshto narxini Oshto buni narxi necha pul? 7300 deyapman, kami bor. $7300 kam bor. Faqat naqdmi? Naqd. 7 bo'lsa beramiz. 7 bo'lsa beriladi. Telefon nomerchi? 93lik. 93lik 145 145 33 32. 33 32 ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Mana shunaqa yili pastroq mexanika so'raganlar jo'natib ko'rasizlar. Kraska ham oldida emas, orqa tomonda Petno kraskasi bor ekan. Bu ham sizdanmi? Bu nechi? Bu ham 14 mi? Buni paysasi qanaqa? Bu ham mexanika. Buni kraskasi-chi? Buni kraskasi eshikda Petno bor, qanotda kraska. Qarangki, mana usti turlari kulish tegmagan. Pakeleni propani bor. Bu tomonda ABS, konditsioner. Motor hadovichi? Zo'r. Motor hadovilar zo'r. Gench qo'radimi to? Gench qo'radi. 2014 avtomobilda 4 ta yumshoq balon, 205 ga 65 15 dan 4 teshigi shumka. Kraskasini qaytardingiz buni? Mana shu shopir tomon, orqa eshik bilan, orqa kriloda Petno. Boshqa joyda yo'q. Arqa qanoti kraska, eshik Petno metdan. Ha. Eshik Petno, orqa nima? Krilo kraska. Xo'p, yurgani 200 245 bu 328. Bu 328. Mana aka, tarif etganlarning holati 2014, ikkinchi paysi mexanika, sidinada chexol, 3D poli hamma yo'q bor. Xudo xolasa yaxshi. Mashinalaringizni yili past bo'lsa ham oldinlar butun tanlagan ekansizda, ha? Chilik bo'lgan yerishi mana aka. Ikkilanib o'tirmaysiz. Zapaskalar turibdi mana. Aha. Germetikasini ko'rsatib qo'y qozonni mana. Bo'ldi. Ana endi buni narxi qiziq necha pul? Bu ham shuna. 7300. 7 ga berasiz. Tanlab olaver, xolasa unisini, xolasa bunisini. Xo'p. Endi aka, nima desam ekan? Qaysisi sizga yoqsa, o'shanisini ukam baraka qilaveramiz deyapti. Naqd pulga lekin. Xo'p, telefon nomer 93lik 145 33 32. Rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlar orqali qolgan ma'lumotni o'zida oling va albatta yili pastroq mexanika so'raganlarga jo'natib qo'yasizlar, biz davom etaveramiz. Hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz. Hozir bitta 19 ni tozasini ko'rsatdim. Mana aka, ichki kraskasi bor. Necha foiz endi bu? 15%. 15% atrofida kraskasi bor. 2019 ikkinchi paysi mexanika. Dokumentlariga ham gendavernis beramiz deyapti. Xo'p, bundan tashqari benzinmi bu? Ha, biz qalbdan yechilmagan aka. Serios, gaz qo'yilmaganmi ekan? Umuman, Umuman. qana aka, bu tomonda ABS, konditsionerlariga bor, motor hadovoy. Motor hadovoylar chotki. Oldida kraskasi bor ekan-chi? Bor, oldida. Xo'p, avtomobilda 4 ta yumshoq balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, va mana aka, salonning holatini ko'ring. Mana aka. 2019 ikkinchi paysi mexanika salon kojinli ekan. Ionim bo'lgan, rezinka evakorlariga bor. Aka, yurgani qancha edi buni? 206. Mashina kimmi kalt? Ochilmayapti-ku. Ha, yoniga boraymi? Gap yo'q, bunday qilaylik endi oyoqda. Aka, hatto ochib qo'yray aka, qiynamang. Ha. Mayli, endi ani to'g'rilab oladi-da. Mana aka, ham orqalari pechat deyapti. Germetikalarning ham holati 2019 206 yurgan, dokumentga gendavernis chiqadi. Kraskasi 15% deyilyapti. Narxini necha pul deyapsiz endi aka, qani? Yetganimiz bu hozir nima deyotganimiz, 15 bahasi. 7000 ga
O'sha 4 ta xaridorimiz bor hozir. Qo'shilsa berasiz. Qo'shsa beramiz. Faqat uning ichida mashina burishlar ham bor, foydalanmoqchilar. Gapi yettiga. So'rashgan, ustiga borda endi bir ismni nima. Gap yo'q aka, haqiqatda lekin yili borda buni. Yili borda. Ayniqsa baxshilarga yomon chiqaradi. Bu o'ziga o'zi chiqarsa kerak. Xuddi shunday. Xo'p, telefon nomer 90lik 90lik 344 344 36 44. 36 44 ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling va aka mana shunaqa yili balandroq, narxi arzonroq mexanika so'raganlar jo'natib qo'yasiz. Ha bizga like bosib qo'ying. Hozir indamasdan ketardim-da meni. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt 2024-paysi avtomat. Xo'p, kraskasi qanaqa desam, oldi kapoti alishgan. Alishga tepaga narsa tushgani uchun. Hop, qolgan joylarida hech narsa bo'ytga bek yo'q. mana aka, qolgan joylari toza ukam deyapti. Skuterlarni ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ABS, konditsioner va benzinmi bu? Ha, benzinda. Benzinda. Yurgani-chi? Shu skuterda 106 ming yurgan, 2020. Spisa diskada 4 ta yumshoq balon, holatlari o'rtacha desak ham bo'laveradi va yurgani aytilganda 106 ming probeg mana aka. Aha, salonni holatini ko'ring. Torpedalarini ham probegi o'zini ashta halol deyapti-yu. Sidinada chexol, evakor polilariga bor. Stolsiz aksarlar qilinibdi oynalar. Va mana ortidan ko'rinishi. 2020 106 ming probeg, oldi kapoti alishgan. Sutrni ham bir ko'rib olasizlar. Qani? Yo'q, undan ochilmas ekanda. Hoppa. Aha. Oytoy kalta o'zidami? Hop, narxini nech pul deyapsiz? 9300 unda kam. 9300 dollar ozgina kam bor. Faqat naqdmi? Naqd pul. Naqd pulga. Telefon nomer 90 307 0036. 90 307 0036 raqamlariga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zi bilan gaplashing va albatta bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Biz mexanika. Yaxshi, kraskalar qanaqa? Kraskasi bir 20% bor. 20%cha yonlarida, old orqasi butun. Oldi orqa butun. Xo'p, generalni chiqaman aka. Navbatdagi Cobalt, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, 2018-yil mexanika ukam deyapti. Xo'p, avtomobil dolisi paysasi birinchi paysi ekan. Qarang aka, pakeline injektorli, propan gaz. Xo'p, motor hadovoy qanaqa aka? Motor hadovoylar zo'r. To'rtta yumshoq balon qo'yilgan ekan, holatlari o'rtachadan pastroq, shumka bo'lgan, 194 ming yurgan, 2018. Oldi ikkita oyna elektronik qilinibdi. Xo'p, monitori bor, mexanika mana aka. Saloni, tarbiyatkasini holati. Xo'p, millionlari bo'lgan. Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi. 2018. Hop, ha bo'pti aka. Ochib yuboraylikmi? Kalta ochilam. Narxini nech pul deyapsiz? 7300 dan tushib beramiz. Balki yopishtirib aytavering aka. Birinchi paysi ekan-u. Bugun bozor narx berdimi, sir bo'lmasa? 68. 68 ga bermayapsiz. Bermaysizmi? Ularki naqdmidi? Naqd bo'lsa beramiz 68 ga. Naqd bo'lsa berasiz. Naqd bo'lsa beramiz. Xo'p. Hurmatli vatandoshlar, bir telefon qilib gaplashing, balkim sizga yana ham o'tib berar, lekin naqd pul bo'lsa kelishtirib beraman deb, telefon nomer 88 lik 627 627 9977. 9977 ushbu nomerga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Aka bizga like bosib qo'ying.